Assalomu alaykum, biz kuzatib boruvchi obunachi akalar. Biz oldingi videolarda ham bu obyektlar joylaganmiz. Jarayonlarini xudo xolasa mana bu yerda ish jadallik bilan ketyapti. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Fermamizning bir tomoni bitdi. Xudo xolasa bir tomoni paketkalar va punkaga tayyor. Bu tomonda xudo xolasa ishlar ketyapti. Akalarga baho berib qo'yish uchun lahta ayamaymiz. Bu obyekt haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu nasldor mollar uchun ferma, mol uchun, sigirlar uchun joy qilinyapti. Xudo xolasa eni 35 metr, uzunligi 60 metr bo'lgan joyga hozirgi kunda 2025 noyabr oyida turibmiz. 220 ming so'mdan kvadrat tushyapti. 220 ming so'mga nima kerak? Material, usta haqi, elektr, bargatosh hamma yo'q kiradi. Obyekt egasi joy topshiradi, joyni qabul qilib oladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qo'ygizamiz. Kanalda mehmonlar bilan bo'lishayotgan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat, bizni kuzatamiz.